Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan bugun yana Shukrix PUBG Mobile YouTube kanali do'stlar. Bugun sizlar bilan PUBG Mobile'ga 2026-yilda iPhone 15 Pro Max qanday bo'ladi? FPS yaxshimi yoki qotmaydimi? Shunday savollarga javob berishga harakat qilib o'tamiz do'stlar. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va undan keyin esa do'stlar mana bu Telegram va Instagram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unday bo'lsa biz videomizni boshladik. Birinchi bo'lib iPhone 15 Pro Max telefonimizning xarakteristikasi bilan tanishib o'tamiz. Protsessori A17 Pro protsessori bo'lib, uning kamerasi esa asosiy kamerasi 48 megapikselni esa frontal kamerasi esa ya'ni selfie kamerasi 12 megapikselni tashkil etadi. Displeyi 6.7 dyum va 120 Hz. Batareya quvvati esa 4441 mAh ni tashkil etadi. Bu telefonimizning xotirasi 256, 512 va 1 terabaytlisi bor. Sizlarga maslahatim eng pasti 256 taliga bo'laveradi. Ko'proq narsa yukli va blogger bo'lmoqchi bo'lsanglar esa 512 megabayt. Endi esa 15 Pro Max telefonimizni PUBG Mobile'da o'zini qanday his qilishini ko'rib chiqamiz do'stlar. PUBG Mobile'da 120 FPS ochgani sababli bu telefonimiz unchaga umuman qotmaydi. Bu telefonimizda bemalol klassika turnirga kirib, bemalol 2-3 ta karta o'ynab chiqsalaring bo'ladi va bitta kuller orqasiga taqib olsalaring umuman qizimaydi va TDM turnirga ham shu bitta kuller bilan bemalol nomer 1 TDMer bo'lsalaring bo'ladi, opti qilsalaring. Bu telefonimiz PUBG va boshqa o'yinlarda umuman qotmaydi do'stlar. Bu telefonni albatta olishga maslahat beraman. Bu telefonimizning narxi hozirda $8 dan $900 holatiga qarab bo'ladi do'stlar. Bu telefonimiz blogerlarga ham, shu gamerlarga ham yaxshi. Bu telefonimizda stream qilsalaring ham bo'ladi. Streamda ham qotmaydi do'stlar. Kontent qilishga ham vashsiy zo'r telefon deb o'ylayman do'stlar. Bu telefonimiz juda ham ajoyib, o'zini his qiladi o'yinlarda. Do'stlar bilan rank ko'tarasizlarmi, Ultimate Royale o'ynaysizlarmi? Vashsiy farqi yo'q do'stlar. Bu telefonimiz umuman qotmaydi. Normal optilar bu telefon bilan bir oycha fatida ham o'ynab turmushga qilsanglar, libboy o'yinchini bemalol 1.5-2 qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.